O'zbekiston Davlat jahon tillari universitetida Adolat sotsial-demokratik partiyasi qator tashkilotlar hamkorligida xotin-qizlarni tazyiq va zo'ravonlikdan himoya qilish to'g'risidagi qonun, Prezidentimizning tazyiq va zo'ravonlikdan jabrlangan shaxslarga ijtimoiy xizmatlar ko'rsatishni takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori hamda boshqa normativ huquqiy hujjatlar ijrosi doirasida biz zo'ravonlikka qarshimiz mavzusida davra suhbati o'tkazildi. Unda O'zbekiston Adolat sotsial-demokratik partiyasi siyosiy kengashi mas'ullari, partiya markaziy apparati xodimlari, Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari, Oila va xotin-qizlar qo'mitasi, Ichki ishlar vazirligi xodimlari, partiyaning Adolatchi ayollar qanoti, Toshkent shahar kengashi faollari, universitet professor-o'qituvchilari va talabalar ishtirok etdi. Davra suhbatida mamlakatimizda xotin-qizlarni zo'ravonlikdan himoya qilish borasida bir qator tizimli islohotlar amalga oshirilayotgani, bu borada huquqiy bazani mustahkamlash maqsadida qabul qilingan qonunlar haqida tushuntirib berildi. Hozirgi kunda xotin-qizlarimiz zo'ravonlikdan asrash uchun alohida qonunlar qabul qilingan. Bu bo'yicha Vazirlar Mahkamasining qarorlari qabul qilingan. Albatta ularda tazyiq va zo'ravonlikka uchraganda ichki ishlar tizimlari alohida endi profilaktik hisoblarni olib boradi, lekin bizning Adolat sotsial-demokratik partiyasi hamda fraksiya a'zolari ham befarq emas. Bizni saylov oldi dasturimizda ham alohida ayollarga qaratilgan, ayniqsa qizlarimizga qaratilgan tashabbuslarimiz ham oldiga surilmoqda. Hozirgi kunda Qonunchilik palatasining ham 38%ni ayollar tashkil qiladi. Senatda 25-27% ham ayollarni tashkil qilishi, bu bizdagi mana shu mamlakatimizda gender tenglikka ham e'tibor berilganligini ko'rishimiz mumkin. Tadbirda Adolat sotsial-demokratik partiyasi tashabbusi bilan xotin-qizlar huquqlarini himoya qilish, ularni ijtimoiy va huquqiy jihatdan qo'llab-quvvatlashga qaratilgan turli tashabbuslar ilgari surilayotgani aytib o'tildi. Shuningdek, zo'ravonlik holatlariga qarshi huquqiy choralarni kuchaytirish, jamiyatda ayni masalaga nisbatan yondashuvni o'zgartirish borasida bir qator taklif va loyihalar ishlab chiqilayotgani haqida ma'lumot berildi. Xotin-qizlarni tazyiq va zo'ravonlikdan himoya qilish to'g'risidagi qonun mazmun-mohiyati haqida so'z yuritilib, ushbu hujjat xotin-qizlarga nisbatan zo'ravonlikning oldini olish, ularni himoya qilish va zo'ravonlik qurbonlariga yordam ko'rsatishga qaratilgani ta'kidlandi. Yakunda kelgusida mahallalardagi ziddiyatli oilalarda profilaktik ishlar olib borish yuzasidan tegishli chora-tadbirlar belgilab olindi.